Hozir bilan 13,5 ga 14 metrli loyihani ko'rib chiqamiz. Hozirdan videoga like bosib, yaqinlarga jo'natib, saqlanib tiqib qo'yinglar. Sababi hozir Instagram algoritmi o'zgargan, like'lar ko'proq odamga borishga xizmat qiladi. Bo'lmasa boshladik. Mana ko'rib turibsizlar, mana bunaqasiga 13,5, bunaqasiga uzunligi 14 metrli joyga joylashtirilgan. Hozir bundan ikkita variant bor. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, birinchi va ikkinchi variantlarni ko'rsatib o'tamiz. Bu 2 qavatga moslangan loyihamiz. Mana bu bizning kirish qismimiz, 13-14 metrli loyihamizga kirganimizda bitta avtomobil qo'yish uchun joy. Buni naves qilib o'rasanglar ham bo'ladi, naves qilmasanglar ham bo'ladi. Naves qilmasanglar plyusi mehmonxonalarga ham quyosh tushish ehtimoli kattaroq bo'ladi. Bu yerda yashil azilayni qilib qo'yilgan. Bizda glavniy xodimiz bu yerdan kiraverish. Bu yerda mana kirganimizda bitta katta hol kutib oladi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, xuddi shu loyihani birinchi qavatda ikkinchi varianti ham bor. Hop, chap qo'lga o'tganimizda bizda bu yerda mehmonxona, holga ulanib ketgan bizda ikkinchi qavatga chiqish izini qo'yamiz va o'ng tomonida bizda bitta katta yotoqxona joylashtirilgan, o'zini sanuzeli bilan. Ko'ryapsizlar, tashqariga ham bitta dejurniy sanuzel tashab ketilgan, sababi mehmondorchilikda ular uchun xizmat qilishiga. Orqa tomonimizga oshxona berganmiz. Xohlasanglar bu oshxona bilan yotoqxonani o'rnidan alishtirsanglar bo'ladi. Endi bu yerda katta yotoqxonasiga sanuzelni sig'dirish qulay bo'lgani uchun mana shu joyga joylab ketganmiz. Xuddi shu loyihamizning ikkinchi varianti, ko'ryapsizlar, ikkinchi variantida xuddi shu planirovka, faqat bu yerdagi xonalar davom etmagan. Bu unaqa udachniy planirovka deb bilmayman. Endi high-tech yoki o'sha faqat etik tomonni o'ziga tushiramiz deydigan odamlar bo'lsa, ular uchun biz tavsiya qilamiz, lekin undan ko'ra mana proyektimizni ko'ryapsizlar, bu udachniyroq loyiha. Shuning uchun birinchi bo'lib uni ko'rsatdim. Bunda mana glavniy xodni kirganimizda xuddi o'sha holli o'rni, faqat mana bu yerda bizda orqa tarafda holli qoldirilgan edi. Orqa holning o'rniga bu yerda hozir ikkinchi etajga zinani qo'yib yuborilgan. Bu yerda bizning katta mehmonxonamiz, yonida oshxona, oshxonaning yonida terrasa qilib ketilgan. Mana yozgi oshxonaga ko'ryapsizlar, mana bu yerga letniy kuxnyani moslab turib pisa bo'ladi. Bu yerda orqa tomonda sanuzel bilan alohida qo'l yuvish uchun ajratib qo'yilgan. Buni asosiy qismlari ikkinchi qavatga ko'tarilgan. Videoning ikkinchi qismida xudo xolisa ikkinchi qavatni to'liq yorib beraman.